Savdo markazimizda elektromobili bor akalarimiz uchun, nafaqat elektromobil, barcha avtomobil bor akalarimiz uchun yaxshi kompressorlarimiz yetib kelgan. Kompressorlarimizni keling arzon qilib ko'rsatamiz sizga. Biot kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu kompressorimiz ichidan chiqadigan naborchalari ushbu kompressorimizdan qisqachkisi, pichoqlari, kilesi va balon yamash uchun kerak bo'ladigan eng asosiy instrumentlar, atverkalar ham mavjud. Bu instrument asosiy kerak bo'ladi elektromobil bor akalarimiz uchun, chunki elektromobilda zapaska bo'lmaydi. Teshilib qolgan payt yo'lda qolib ketmasligi uchun eng kerakli instrumentlardan biri hisoblanadi. Kompressorchasi ham bor. Ushbu kompressorchamizni 12 volt ishlatsa ham bo'ladi, akkumulyatorga ulab qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Sifatlari, ishlashlari yaxshi, Biot kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan. Ushbu kompressorimiz narxi keladigan bo'lsa, atiga 250 ming so'm evaziga barcha fillarni tashrif buyurib xarj qilishlaringiz mumkin. Va bu bilan birga 10 atmosfera bosim beradigan kompressorimiz ham bor. Ushbu kompressorchamizni men ko'rsatamiz abzorlar qilib. Akkumulyator ne bo'ladi bu ham kompressorimiz? LED displey bor. Displey orqali qancha bosim beryapsiz, necha bar bosim berilyapti, barchasini ko'rsatib tursa bo'ladi. Mana displaylari. Davlenali legirovka qissalari ham bo'ladi. Mana barda o'zlari mana 205, 26, 208 va 3 bargacha davlena xohlasangiz 10 bargacha davlena berish uchun moslashtirsalaringiz bo'ladi. Xuddi shu turdagi va boshqa turdagi kompressorlarni bizning savdo markazida tashrif buyurib xarj qilishlaringiz mumkin. Atiga 220 so'm evaziga. Bizning barcha fillarimizda mavjud. Pastdagi aloqa raqamlariga bog'lanib xarj qilishlaringiz mumkin.